Nega bosh kiyim kiymaganlar ko'proq grippga chalinadi? Sovuq mavsumda bosh kiyim kiymagan odamlar orasida gripp, angina va shamollash holatlari ko'proq uchraydi. Sababi fiziologik. Inson tanasidagi issiqlikning 10-15% bosh orqali chiqadi. Sovuq havo ta'sirida bosh terisi va yuzdagi qon tomirlari torayadi. Bu esa qon aylanishining sekinlashishiga olib keladi. Natijada bosh, quloq va burun atrofidagi to'qimalar yetarli darajada qon bilan ta'minlanmaydi. Mahalliy harorat pasayadi. Shilliq qavatlarning himoya funksiyasi, ya'ni virus va bakteriyalarni tutib qolish qobiliyati susayadi. Demak, sovuq havoda bosh kiyim kiymagan odamlarning gripp, shamollash, rinit va angina kabi nafas yo'llari kasalliklariga chalinish ehtimoli ancha yuqori bo'ladi. Harorat +5 gradus bo'lganda boshlab bosh kiyim kiyish zarur. Bolalarga +10 gradusda ham kiygizgan ma'qul. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.